Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar hamda talabalar. Yana sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Navbatdagi video darslarimizni davom ettiramiz. Bu galgi mavzuyimiz ham media sanoatxonlik fanidan bo'ladi. Mavzuyimiz media makonda sun'iy intellektning ahamiyati mavzusida sizlar bilan yaqin daqiqalar davomida gaplashib olamiz. Demak, bu mavzuyimiz juda ham qiziqarli va ma'lumotlarga boy bo'ladi degan umiddamiz. Diqqat bilan kuzatib boring. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, albatta bizga berishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz davom etdik. Quyidagi 3 ta reja bo'yicha biz gaplashamiz. Odatda siz bilan rejalar haqida hech gaplashmasdik avvalgi darslarimizda. Bu safar esa ma'lum bir rejalar asosida siz bilan darslarni olib borishga harakat qilamiz. Demak, sun'iy intellekt tushunchasi, media makonning o'zgarib borishi, qolaversa sun'iy intellektning axborot madaniyatiga ta'siri haqida gaplashib olamiz. Davom etamiz. Sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt degan tushunchasini oxirgi yillarda menimcha juda ko'p marta eshitgan bo'lsangiz kerak. Sun'iy intellekt albatta juda ham muhim ahamiyat kasb etgan holatlarni bizga ko'rsatib bermoqda. Ko'plab texnologik jarayonlarning o'zgarishiga ham aynan mana shu sabab bo'layotganligini ham alohida aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Sun'iy intellekt nima? Sun'iy intellekt bu kompyuter tizimining inson intellektual faoliyatlarini, ya'ni o'rganish yoki qaror qabul qilish, muammolarni hal qilish, mantiqiy fikrlash hamda boshqalarni va boshqalarni amalga oshirishga imkon berish texnologiya hisoblanadi. Media makonda esa ommaviy axborot vositalari, internet platformalar, ijtimoiy tarmoqlar kabi turli xil axborot vositalari orqali odamlarning bir-biri bilan axborot almashish jarayonini ifodalaydi. Menimcha siz ham katta ehtimol sun'iy intellekt texnologiyalaridan yoki platformalardan foydalansangiz kerak albatta. Chunki bugungi kun talabi aynan mana shuni bizga ochiqlab bermoqda. Sababi sun'iy intellektlar bizga yengillik olib kelishi, ma'lum bir narsalarni, vaqtlarni, qolaversa moliyaviy tomonlarni tejash uchun ham bizga qulay bo'lib qolmoqda. Sun'iy intellektning keng qo'llanishiga 3 ta sabab keltiriladi. Bu sabablar haqida gaplashamiz. Hozir sun'iy intellekt sabablarini joriy etilishi turli sabablar keltirilmoqda. Misol 3 ta sabab. Birinchisi, arzon narxdagi yuqori samarali hisoblash resurslari hisoblanadi. Albatta, chunki sun'iy intellekt yordamida foydalanganligimizda ko'pincha biz ko'plab resurslarga ehtiyoj sezamiz. Ko'plab resurslarni topish ehtiyoji esa ko'pincha moliyaviy tomonlama birozgina qimmatga tushishi mumkin ba'zi holatlarda. Lekin oxirgi paytlarda arzon narxlar, lekin samarali hisoblash resurslarini bizga taqdim qilayotganligini ko'rib turishimiz ham mumkin albatta. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Sun'iy intellektdan foydalanayotganlar albatta bilasiz. Shu o'rinda aytmoqchiman, siz qaysi sun'iy intellektdan foydalanasiz? Albatta izohlarda buni qoldirishingiz ham mumkin bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi, ta'lim uchun juda katta hajmdagi ma'lumotlarning mavjudligi. Demak, hozirgi kunda biz odatda sun'iy intellektdan foydalanyapmiz yoki qidiruv tizimlaridan foydalanyapmiz, to'g'rimi? Aynan mana shu holatlardan kelib chiqqan holatda aytishimiz mumkinki, ta'limiy resurslardan qidirish, ta'lim sohasidagi o'sha ma'lumotlarning mavjudligi bilan bog'liqlik juda ham oshib ketdi. Sababi sun'iy intellektdan biz so'ragan narsamizni chiqarib beryapti. Biz xohlagan ravishdagi materiallarni o'zgartirish imkoniyatini bizga taqdim etyapti. Albatta, bu o'rgatishga bo'lgan qulay vositalardan biri hisoblanadi. Sun'iy intellekt mahsulining aniq prognozini amalga oshirish uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash kerak. Ushbu omil sabab turli vositalar, xususan ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlashning oddiy hamda arzon vositalari turli xil algoritmlar holatida yaratildi. Ya'ni bu yerda aytayaptiki, ma'lumotlar hajmi kattalashgan sari bizda qayta ishlash texnologiyasiga ehtiyoj sezadi. Yoki o'sha vositalarni, ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlashda bizga ko'proq arzon vositalar qo'l kelishi mumkin bo'ladi. Chunki katta ma'lumotlar bilan ishlayotganda texnologiya ham shunga yarasha yuqori texnologiyadan foydalanishga maqsadga muvofiq. Ammo hammada ham yuqori texnologiyalar mavjud emas. Bu esa borib o'z mobaynida moliyaviy tomonlama anchagina quvvat talab qilib qolishligi ham mumkin bo'ladi. Uchinchisi, sun'iy intellekt mahsulotlar raqobatbardoshligini mustahkamlaydi. U kompaniyalar xarajatlarini va xavflarni kamaytirish, bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish hamda boshqa foydali omillar uchun ko'plab vositalarni taklif qila boshlaydi. Albatta, bu raqobatbardoshlikni oshiradi, chunki eshitayotgan bo'lsa, so'nggi yillarda deyarli katta kompaniyalarning barchasi sun'iy intellekt texnologiyasi asoslangan holatda ish olib bormoqda. Yuqorida aytganimizda samaradorlik yuqori, xarajatlar kam,
ammo shu bilan birgalikda tez va samarali vositalar yaratishga yordam bermoqda. Bu esa boshqa kompaniyalar uchun, boshqa raqobatbardosh vositalar uchun, obyektlar uchun deymiz, omillar uchun juda ham muhim vosita sanalib qolmoqda. Ammo barcha sohalar bo'lgani kabi ushbu turdagi innovatsiyani joriy etishda ham qator qiyinchiliklar mavjud. Albatta, biz endi qiyinchiliklarga ham qisman to'xtalib o'tishimiz kerak. Xususan malakali kadrlarning yetishmasligi hamda uni joriy etish uchun ma'lumotlarning kamligi sabab ma'lumotlar qanchalik ko'p bo'lsa, sun'iy intellekt bashoratning aniqligi shunchalik yuqori bo'ladi. Tabiiy holat. Sun'iy intellekt rivojlangandan keyin albatta rivojlanish natijasida qayerdadir albatta kamchiliklar vujudga kelishi mumkin. Bugungi kunda sun'iy intellektdan foydalanuvchi kadrlarning kamligi ham aynan mana shu muammolardan biri bo'lishi mumkin. Qolaversa, mana bu sabablardan keltirib o'tyaptiki, sun'iy intellekt uchun ko'proq resurs talab etadi albatta. Ma'lum bir sun'iy intellekt yaratilishida uning ma'lumotlar bazasi bilan ishlash, qolaversa texnik ko'rsatkichlarni yaxshilash uchun ko'plab resurslar talab etilganligi sababli biz ham yoki foydalanuvchi o'laroq, balkim uni yaratuvchilar o'laroq resurslarni ko'proq ta'minlab qo'yishimiz kerak bo'ladi odatda. Sun'iy intellekt media makondagi roli har yili yanada mustahkamlashib bormoqda. Media sohasi sun'iy intellektning integratsiyasi, yangi imkoniyat yaratish samaradorligini oshirish ham mumkin. Umuman media sohasida yana qanday asosiy ko'rsatkichlardan biri, misol uchun biz audio yoki video ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyasiga asoslangan bo'lishi ham mumkin. Chunki innovatsion loyihani amalga oshirishda bu sun'iy intellektning qo'llanilishi bizga vaqt hamda samaradorlikni bir vaqtda amalga oshirish imkonini beradi ko'pincha. Negaki sifatli kontent qolaversa qisqa muddat ichida tayyorlanishiga yo'l ko'rsatib bermoqda. Sun'iy intellekt media makonda qo'llanish asosiy yo'nalishlar kontent uchun. Albatta, kontent tayyorlashda biz o'ziga xos g'oya kerak birinchi navbatda, qolaversa texnik ko'rsatkichlar uchun bizga texnikalar kerak. Bu albatta moliyaviy tomonlarga borib taqaladi. Sun'iy intellekt yordamida avtomatlashtirilgan kontent yaratish jarayoni sodda va tez amalga oshiriladi. Masalan, avtomatik ravishda maqolalar yozish, yangi video va audio material yaratish uchun tizimlar ishlab chiqilgan. To'g'ri, eshitib qolamiz, odatda ijtimoiy tarmoqlarda ham ma'lum bir sun'iy intellekt aytadi, bu bizga qanaqadir video ma'lumot yaratib beradi, audio ma'lumot yaratib beradi, qolaversa qanaqadir taqdimotlarni yaratib berish mumkin bo'lgan sun'iy intellektlarni uchratyapmiz. Oxirgi paytlarda esa biz matnni kiritganimizda matndan kelib chiqqan holatda voqelikni video ko'rinishdagi tayyorgina bizga ma'lumotlarni chiqarib berish ham mumkin bo'ladi. Demak, bu bilan biz sifatli, qolaversa qisqa vaqt ichida yaxshigina kontent tayyorlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Lekin shuni ham unutmasligimiz kerakki, bu bir tomonlama bizga qulaylik yaratish bilan birgalikda kichik kamchilikka ham, muammoga ham duch kelishi mumkin. Sababi biz hamma kontentlarni faqat sun'iy intellekt orqali qilaversak, bizda ijodkorlik biroz yo'qolib qolishi ham mumkin. Ya'ni asosan kontent yaratish ko'pincha ijodkorlik bilan bog'liq holat bo'lganligi uchun biz buni unutmasligimiz kerak bo'ladi. Ma'lumotlarni tahlil qilish. Media makonda katta hajmdagi ma'lumotlar doimiy ravishda to'planib bo'lmoqda. Sun'iy intellekt yordamida bu ma'lumotlar tahlil qilinadi. Foydalanuvchilarni qiziqtirgan mavzularni aniqlash, trendlarni kuzatish va yanada aniqroq ma'lumotlar taqdim etish imkoniyatini yaratib beradi biz uchun. Xo'p, ma'lumotlarni tahlil qilish nima uchun kerak va nima uchun sun'iy intellektdan foydalanishimiz kerak? Odatda biz biror bir ma'lumotni resursga yig'ganimizda bizda ko'p holatlarda solishtirish jarayoni kechadi. Ya'ni bir ma'lumotni boshqa ma'lumot bilan solishtirib ko'rish, to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini aniqlash, foydali yoki kamchiliklarni aniqlash jarayonida bu narsalarga duch kelamiz. Foydalanuvchi qiziqtirgan mavzularni aniqlash, trendlarni kuzatish, yanada aniqroq ma'lumot taqdim etish imkonini beradi degan narsa aynan mana shunga yaqinroq. Ya'ni kontent yaratilgandan keyin, ma'lumotlar yaratilgandan keyin foydalanuvchilar nimaga qiziqadi va qaysi jarayonlarni o'z ichida jamlab olishini albatta imkon qadar bizda yoritib berishga to'g'ri keladi. Foydalanuvchi xulqini bashorat qilish. Ya'ni bu sun'iy intellekt ko'plab katta platformalarda qo'llanilmoqda. Ya'ni biz yaratayotgan kontentlar yoki siz yaratayotgan kontentlar foydalanuvchiga qanday holatlarda yetib bormoqda. Qolaversa, ular foydalanuvchilarni kuzatish orqali sun'iy intellekt ularning qiziqishlarini tahlil qilib, shaxsiylashtirilgan kontent tavsiya qilishni amalga oshiradi. Ya'ni siz nimaga qiziqsangiz, sun'iy intellekt sizga shunga yaqin bo'lgan shu mavzularda sizga kontentlarni tayyorlab beradi yoki bo'lmasa tavsiya qilish ham mumkin. Bu orqali siz ma'lumotlarni birdan boshqasi orqali tahlil qilish imkoniyatingizga ega bo'ladi. Buni menimcha ijtimoiy tarmoqlarda ham yaxshi bilasiz. Misol uchun YouTube platformasi
ko'plab video hostingli platformalar bo'lishi mumkin, Twitch bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa Instagram tarmoqlarida ham aynan mana shu narsa. Ya'ni siz qiziqish doirangizga mansub bo'lgan biror mavzuni qanchalik ko'p iste'mol qilsangiz, sizga ana shu mavzuda ko'plab kontentlarni taqdim etishi mumkin bo'ladi albatta. Media monitoring hamda fake newslarni aniqlash. Ya'ni hozirgi kunda mana bu mavzu juda ham aktual hisoblanadi. Sababi ma'lumotlar hajmi kengaygan sari biz tahlil qilish imkoniyatimiz ham birozgina pasayib boraveradi. Bunday paytlarda bizga sun'iy intellekt yordam berishi mumkin. Ya'ni soxta ma'lumotlar, yolg'on tarqatilgan yoki bir-biriga disinformatsiyalar, ya'ni bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan informatsiyalarni tarqalishini oldini olish uchun sun'iy intellektdan to'g'ridan-to'g'ri foydalanish ham ba'zida maqsadga muvofiq. Misol uchun ijtimoiy tarmoqlarda soxta yangiliklarni avtomatik ravishda aniqlash va ularni tahlil qilishga yordam berish deyilyapti. Albatta, sun'iy intellekt uni reallikka, bo'layotgan voqelikka mosligi yoki mos emasligini tekshirib ko'rish jarayoni hisoblanadi. Agar sun'iy intellekt bu yerda biror bir muammo aniqlansa yoki kontent taqiqlangan kontent sifatida qabul qilinsa, albatta muammo o'z yo'lida bartaraf etiladi. Qolaversa foydalanuvchiga aniqlash tizimi sifatida xabar beriladi albatta. Sun'iy intellekt media makon ta'siri, yangi jurnalistika imkoniyatlari. Sun'iy intellekt haqida hamda jurnalistika haqida gapirayotganda bitta narsani aytishimiz kerak. Sun'iy intellektning to'laqonli jurnalistika sohasiga kirib kelishi hattoki o'sha jurnalistikadagi ba'zi bir kichik inqiloblarni ham yuzaga keltirdi. Misol uchun, sun'iy intellekt ma'lumotlarni tahlil qilib, tezkor ravishda maqola yoki xabar yaratish imkoniyatini beradi. Hattoki hozir bir mavzuni biz beramiz, bizga o'sha mavzu doirasida hozirgi kunga mos bo'lgan maqola yaratib berishi mumkin yoki biror bir kichik yozma kontent tayyorlab berishi ham mumkin bo'ladi. To'g'ri, biz yuqorida aytganimizdek ijodkorlikni birozgina kamaytirib qo'yishi mumkin albatta, lekin bu orqali biz yangilikka intiluvchanlik hissini ham paydo qilishimiz ham mumkin. Qolaversa, biz yangiliklardan ham ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, jurnalistikada tayyor sun'iy intellekt bizga yangiliklarni ham o'qib berishi, doimiy ravishda bizga bildirib borishi ham mumkin bo'ladi. Bu albatta yaqin yillikdagi kelajakda juda ham rivojlanadigan turkumlardan biri hisoblanadi. Shaxsiylashtirilgan media tajribasi. Sun'iy intellekt foydalanuvchilarni aniqlash orqali har bir foydalanuvchiga moslashtirilgan media tajribasini taqdim etadi. Foydalanuvchilarning ilgari qarashlarini, qiziqishlarini va o'rganish xulqini tahlil qilgan holda kontentni o'zi ham avtomatik tarzda moslashadi. Bu aytganimizdek, tavsiyanomalar ko'rinishida. Balkim, ya'ni siz ko'rayotgan video, audio yoki matnli ma'lumotga qo'shimcha ravishda bizga qo'shimcha shu qiziqish doirasimizdagi kontentlarni taqdim qilish hisoblanadi foydalanuvchiga. Ya'ni rekomendatsiya qilib berishi mumkin. Biz qaysi doirada ma'lumot izlayapmiz, qaysini tahlil qilyapmiz, qaysi bizga kerak emasligini biz uchun o'zi aytib beradi. Hattoki siz mavzusini aytasiz, eng aktual bo'lganlarni alohida, foydasiz bo'lganlarni sizga chiqarib ham o'tirmasligi ham mumkin. Ijtimoiy tarmoqda foydalanuvchi fikrlarni monitoring qilish. Albatta, biz yozib, foydalanuvchi o'laroq biz qanaqadir fikr bildirsak, uni monitoring qiladi. Qolaversa, agar kontent egasi bo'lsak, bizning foydalanuvchilarimizning fikrlarini jamlashtiradi, xulosa qilib beradi hamda bizga aytib beradi. Bu jarayon media tashkilotlariga auditoriyalar bilan samarali aloqada bo'lish, foydalanuvchi xohish-istaklarini aniqlash imkonini beradi. Ya'ni, xuddiki mana bu hozirgi videomiz tagida siz qanaqadir qiziqishingiz, xohish-istaklaringizni bildirsangiz, sun'iy intellekt bizga aynan foydalanuvchilar nimani xohlashini bizga ko'proq aytib beradi. Biz esa bu bo'yicha kontent yaratishga harakat qilamiz albatta. Media makon sun'iy imkoniyatlar cheklovli, imkoniyatlar juda ham ko'p. Tezkor samarali kontent yaratish, keng qamrovli ma'lumotlarni tahlil qilish, yangi trendlarni aniqlash, shaxsiylashtirilgan reklama, media monitoring, soxta yangiliklarni aniqlash, foydalanuvchilar tajribasini yaxshilash uchun xizmat qiladigan kontentlar hisoblanadi. Cheklovlar, sun'iy intellektni noto'g'ri ishlatish, soxta ma'lumotlarni tarqatish bo'yicha cheklovlar o'rnatilishi mumkin. Albatta, etik va huquqiy muammolarning paydo bo'lishi, sun'iy intellektga asoslangan tizimlarni hal qilish mumkin bo'lgan xatolikni noto'g'ri tahlillar qilib qo'yish ham mumkin. Ba'zi holatlarda sun'iy intellekt ham adashishi mumkin albatta. Xulosa, sun'iy intellektning media makonga ta'siri haqida qisqacha gaplashdik. Endi umumiy xulosa qanday beramiz? Sun'iy intellekt barcha tizimlarga kirganligi, barcha sohalarga kirib borganligi bilan birgalikda media sohasida ham kattagina burilish yasadi. Sababi hozirgi aytganimizdek tayyor kontentimizga tayyorlab berish.
qolaversa kontentlarni tahlil qilish, foydalanuvchilar bilan ishlashga yordam berish. Agar biz yoki siz kontent yaratuvchi bo'lsangiz, media sohasi vakili bo'lsangiz, bundan foydalanish sizga anchagina oson va qulaylikni targ'ib qilishi mumkin, bizga yaratib berishi mumkin. Qolaversa, samaradorlik ham shunga yarasha yuqoriroq ko'rinishda bo'ladi albatta. Xo'p, yaqin daqiqalar davomida siz bilan media savodxonlik va axborot madaniyati fanidan sun'iy intellektning media makondagi ta'siri haqida gaplashdik. Bilganlarimizga aytishga harakat qildik. Qolaversa, agar sizda qanaqadir ma'lumotlar bo'lsa, savollar bo'lsa, albatta video tagidagi izohlarda qoldirishingiz ham mumkin bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling deb qolamiz. Salomat bo'ling.